Giyohvandlik vositalari hamda psixotrop kuchli ta'sir qiluvchi moddalarning noqonuniy aylanmasiga qarshi kurashish barcha mamlakatlar uchun birdek jiddiy muammo hisoblanadi. Ushbu illat chegara bilmasligi va makon tanlamasligi ham barchamizga ma'lum. Bunga qarshi nafaqat huquq-tartibot organlari, balki barcha birgalikda kurashmoq lozim. Shundagina kelajagimiz bo'lgan yoshlarni ushbu xavfdan himoya qila olamiz. Aholi fondining giyohvandlik va narko jinoyatlardan asrash maqsadida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan respublika bo'ylab kompleks tezkor chora-tadbirlar davom ettirilmoqda. Joriy yil birinchi choragi davomida huquqni muhofaza qiluvchi organlar tomonidan jami 4080 ta narko jinoiy holatlar aniqlangan bo'lib, shundan 10 ta narko laboratoriyalar faoliyatiga chek qo'yildi. Shuningdek, ichki ishlar organlari tomonidan 3 oy davomida qo'shni davlatlar hamkorligida 4 ta xalqaro nazorat ostida yetkazib berish tezkor qidiruv tadbirlari o'tkazilib, jami 100 kilogramm giyohvandlik vositalari tarqalishining oldi olindi. 21 nafar shaxslar jinoiy javobgarlikka tortildi. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlar natijasida jami 871 kilogramm giyohvandlik moddalari va 296851 dona kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalari noqonuniy muomaladan olinib, giyohvandlik va kuchli ta'sir qiluvchi moddalar savdosi hamda iste'moli bilan shug'ullangan 3368 nafar shaxslarga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, bu davrda 35 ta uyushgan narko jinoiy guruh faoliyatiga chek qo'yildi. 176 nafar zakladchiklar aniqlanib, jinoiy javobgarlikka tortildi. Bundan tashqari, joriy yil birinchi chorak davomida aholi, ayniqsa yoshlar orasida giyohvandlik moddalari va kuchli ta'sir qiluvchi dori vositalariga nisbatan murosasiz munosabatni shakllantirish maqsadida Ichki ishlar vazirligi hamda tegishli tashkilotlar bilan hamkorlikda respublika bo'ylab yoshlar oyligi va xavfsiz va sog'lom yurt keng qamrovli tezkor profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Tadbirlar doirasida giyohvandlik vositalarining salbiy oqibatlarini aholi e'tiboriga yetkazish maqsadida ta'lim muassasalari va jamoat joylarida jami 44500 dan ortiq profilaktik tadbirlar o'tkazildi. Mazkur tadbirlar doirasida 3,341,000 dan ortiq fuqarolar qamrab olindi. Hozirda uyushgan narko jinoiy guruhlar faoliyatini to'liq aniqlash, fosh etish va chek qo'yishga qaratilgan kompleks tezkor qidiruv tadbirlari respublikamiz hududlari bo'ylab davom ettirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, har qanday jinoyatga jazo muqarrar. Agarda o'z kelajagingizni barbod qilishni, hayotingizni asosiy qismini panjara ortida o'tkazishni istamasangiz, ushbu xavfdan ogoh bo'ling.